Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，是两世纪。Ahırını kanık düşürüşünü bilmeymen. 水翼小英雄就是我们，水翼小英雄就是我们。 Bizge uxlaş yiyip gelmedi. Dumbaqçağın müşk yigit. Ertedeki faaliyetke tayarlangan bu bayrakla bek-beyzi göründükken. Şu emas mı? Ben faaliyetini yaktırman toğırmı kanna? Bulupmu ben dumbaqçı ilip etretini başlap manganda. Men degen qalsı dumbaqçı. Biz hazırlı meşk qılaylı. Mening dumbuqim tex hiç çalgı asfaltla uyda. Meningçe men onun orunda munda qısam boludu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Solga qara, onga qara. Artqa burul. Әмді кәйніче тұр. Яқ, тоқта. Солға демекші мен. Яқ, оңға. Кәйніче. Ектет қал. Çataq yoxdu. Çataq yox. Bəhli qalayım qan qılıb etdim. Əgər dumbuqum bu yerdə buğan bolsa bunda qış bolmaydı. Hey, nemişqa avıraqlıq maşinağa söysündürən tegib getdi. O buzulub getibdi. Yerdeki seni qaplangıçla qaldırıb qoyğa ayaq izken. Bu ayak izleri odul çalgı asfaltla uyuğu tutuşuptu. Yox, mening dumbuqum. Yoxturdu o. Biz bunu tekşirip bekişimiz gerek. Uxlaş gelmek esmetle atlanaylı. Soğuzları gerek. Kuzumuzun yani. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, Ben müşk yapılan kız. Gary bo'lsa, Men patlıcık balvan. Kondo bo'lsa, Men müşk yigit. Biz uxlaş yiyip gelmedi. Kelinglar uxlash kelmik azmatlar. Mening meshik mashinam qo'ltirayli. Biz faaliyet meydanına qaytib baraylı. Eski ablaqlar daim cinayet meydanına qaytib baradi. Shunda faqat bir ablaq mening dumbug'imni o'g'irlaydi. Dumbuq bo'lmasa, men atrofga boshlamchilik qilmayman. Tündini qaplangıçı. Bu mening dumbuqim. O faaliyetga buzg'unchilik qilmabdi. Balki uni o'zining faoliyatiga o'zgartibdi. Uxlash kiyimlik azmatlar. Bizga qo'shilganlar bek yaxshi bo'ldi. Niqoblang'uchilar. Men hozir qayerda? Haras, o'zinglarning qanday faoliyat qiladiganliklarini bilamsizlar? Albatta. Yo'q. Sizlar bilmaysizlar. Har xil ranglar, sho'x muzika, uning qanday bo'ladiganligini men sizlarga ko'rsatib qo'yay. Hoy! Tayyorlik. Tamam. Yomon emaskan ku. Hey, tündini qaplang'uchi, sen nima qilib bizga qo'shilmaysan? Shundaq, biz birlikda faaliyat qilamiz. Bo'ldilar. Bu degan mening faoliyatim, meni. Sen hargizmi müşk yigitga o'xshash atrofga yaxshi boshlamchilik qilmaysan. Shundoq müşk yigit, biroq qo'l chepamamsan. Ishonamanki, niqoblang'uchilar cho'qim sana ergishidi. Dumbuq bo'lmasa, agar ishni buzib qo'ysam qanday qilaman? Hozir men sizlarga o'zimning faoliyatini bir ko'rsatib qo'yay. Boshlamchilarga yaxshi akishlar niqoblang'uchilar. Chiqinglar. Tezroq. Ularning niqoblang'uchilar bayrog'ini qadab ranglik mashinani qayta sig'ishini to'saylik. Tangdasiz bir qanday yoshqir kuchli qo'l. Müşk yigit, tez boshliq et. Niqoblang'uchilar to'xtab sana ergishidi. Dumbuqim bo'lmasa bo'lmaydi. Men avval uni tatib olay. Sen nima qilyapsan? Hozirlik qaytib kelaman. Dumbuqni menga qaytirib ber. Qaytirib ber. Qaytirib ber.
Oh. Hazır, mən seni dərəcədən daşqırı şilimşik çaplaq bilan çaplab qoydum. Bunu mən eyib getdim müşk yigit. Meni tez qo'yver, qo'yver. O rastını seni çaplab qo'yibdi. Bilmən. Qaranglar, tunni niqoblang'uchini aytib tez faoliyatni kontrol qilib oldigan bo'ldi. Uxlash kiyimlik azmatlar, mening atritim intayin qaltis. Hech qanday ahmoqonroq va sho'x muzika yo'q. 8 kishilik atrit, o'zinglarni ko'zitib qo'yinglar. Müşkiga bir yangi ritimni sinab baqqan. Bo'lmasa bu niqoblang'uchini hammani buzib yutadi. Dumluqim bo'lmasa bo'lmaydi. Tuyuqsiz bir amal topdim. Men ranglik mashinaning yeniga berib, ustiga arg'amchini ko'tarib, tunni niqoblang'uchining orqasiga tashlay. Unda qilsang faoliyatni texmi qolaymiqan qilib yutasan. Shundaq. Sen bayroqni tutib olib, uni tortib tushirib, shunda hech qanday ranglar qiziq qolmaydi. Dumluqimni qaytirib olgandan keyin uni yasab qo'yaman. Yo'q. Ushqandek yugurayotgan müşk yigit. Birisidan o'tib ketdim, ikkisidan, uch niqoblang'uchidan o'tib ketdim. Ondan ranglik mashina ustiga chiqdim. Bir qator so'sin ranglik oyoq izi qoldirdim. Biroq hech qisi yo'q. Endi müşk yigit ajoyib bir sakrabla arg'ab chiqdi. O chatoq bo'ldi. Müşk yigit bir silkinibla mag'lubiyatni g'alabaga aylantirdi. Yerga tushdi. To'mulayman, sakrayman. Niqoblang'uchlar, faqat men shundoq kulaman. Rahmat umaq müşk yigit, menga yordam qilib, niqoblang'uchlarning mashinasini sirlab berding. Hozir faoliyatning barliq ishlari to'liq bo'ldi. Endi men sening dumuqing bilan atratga boshlamchilik qilaman. Niqoblang'uchlar mangayli. Müşk yigit hechni bo'lmagansan. Men sog', biroq dumuqim teqicha tunni niqoblang'uchining qo'lida. Müşk yigit sen dumbax kerak emas, dumbax bo'lmasa atratga boshlamchilik qila olasan. Men bilmayman. Mening amalim bor, men qantim bilan niqoblang'uchlarni bayroq va ranglik mashinadan urib tushiraytay. Sen hamma bu yoqlarni terib olganda men buni buqab qachilab qo'ygan. Ondan sen ritim paydo qilsang, niqoblang'uchlar senga egishidi. G'ayrat qil müşk yigit. Boshlaylik uxlash kiyimiga xizmatlar. Darajadan tashqari ushqir mushuk. Burkut qanti yesin. Endi navbat bu yoqqa keldi. Tayyorlik bitdimi? Men keldim. O mening dumuqim. Tez bo'l müşk yigit. Ma'qul. Haros, avval dumuqimni tatib olay. Nima sen kelding müşk yigit? Müşk yigit. Derhal dumuqimni qaytirib ber. Vot dötmüşük. Nima? Bu dubaqqa shuncha amroqliqni o'ylab baqmabdi ekanman. Hatto do'stlarning amalig'i bilanmi koring yo'qmi? Ular qani? Müşk yigit. Ko'rgan sen u dötmüşük. Sizlar menga cho'ng yordam qildinglar. Faqat dumuqimni qaytirib olish uchun hamma ishni o'z qo'lim bilan vayron qildim. Sen dumbax kerak emas. U bo'lmasa sen yanada atratga boshlamchilik qila olasan. Men unda qaramayman. Sen chaloq chaqan yani tepkin. To'g'ri deding. Garchi dumuqim bo'lmasa-mu, men uningdan yaxshi qila olmayman. Undaq bo'lsa qani boshla müşk yigit. Kimlik azmatlar o'tirg'i chiqdi. Esil faoliyatimizni boshlaylik. Darajadan tashqari ushqir mushuk. Nima? Niqoblang'uchilar hammalar tuzinglar. Kim eng yaxshi boshlamchi? Qani ko'rib boqaylik. Hatto dumbaxmi bo'lmasa, shumi boshlamchi bo'ldimi? Qahramonga dumbax kerak emas. Bo'libmi, ular buningdek darajadan tashqari harakatga ega bo'lganda. Tez kelinglar, uxlash kerak xizmatlar. Biz faoliyatimizning ritmini tepib olaylik. Nima? Tez qaytib kel, niqoblang'uchi. Niqoblang'uchilar ritmini yoqtirdi ekan. Ular tizilib faoliyat qilyapti. To'g'ri debsizlar. Men ular boshlamchilik qila olay ekanman. 1 2 3 4. So'lga qara, o'ngga qara. Kendini burul. Endi niqoblang'uchilarni birga mo'laq etishga taklif qilaylik.
niqoblang'uchilar, hammanglar tayyorlaninglar. Mening orqamga tez qaytib kelinglar. Ular degan mening niqoblang'uchilarim, sening emas. Ular faqat eng yaxshi boshlamchiga ergashdi. Bu shilimchi shaplaqlar seni to'sib qolalaydi. Agar men boshlamchi bo'lamasam, senni xomxel qilma. Yig'linglar, qadimlarni almashtirib ratlik tizinglar. İlib oldim. Dumboqni ilib olsamlar ish bitdi deb qoldingmi? Faoliyatga buzg'unchilik qilishingga hargiz yo'l qo'ymayman. Sizlar mening borlig'imni vayron qildinglar. To'limi xijilman tunda niqoblang'uchi. Bu sening faoliyating emas, balki Hammalar faoliyatning mo'l rang-garang qizg'aliq bo'lishini umid qilamiz. Bu dal seni to'sishimizning sababi. Bu qitim meni to'sib qolganinglar bilan kelar qitim hargiz unda oson ish yo'q. Bu bir qitimliq to'limi qoldi faoliyat bo'ldi. Balkim shundoq topatmoqchi palvon, biroq atki ham yaxshi bo'ladi. To'g'rimi yigit? Biroq oldi bilan ranglik mashinani qaytadan sirlab chiqayli. Ondan bayroqlarni o'z joyiga isib qo'yayli. Uxlash kiyimlik azmatlar bilan tantan qilayli. Har bir tungi kechida qizimiz dunyoga. Faoliyat atirib keldi. Qoldi. Bek rang-garangkan. 1 2 3 4. Sehrab chiqinglar. Biqiringlar. Sehrab chiqinglar. Sehrablar. Qoldi. 1 2 3. Qoldi.